Va nihoyat yaxshigina masofalarni bosib o'tib, Lachin Resortiga yetib keldik. Men xonamga joylashib bo'ldim va sizlar bilan hozir mana shu xonamga room tour qilamiz. Kirib kelishdan boshlaydigan bo'lsak, chap tomoningizda garderob bo'ladi. O'ng tomoningizda esa marhamat, hojatxonasi, shart-sharoitlari zo'r bo'lgan sanuzel, bu yoqda esa dush. To'rga kiradigan bo'lsangiz, mana chap tomoningizda Azer chay, o'sha mashhur Azer chay, qahva, shakar, suv, barcha sharoitlari bor. Men u yoqda qahvani tayyorlab qo'yganman xonaga joylashishim bilan. Bu yoqda mana men yotaman mazza qilib. Xo'p, bu yoqda o'tirib montaj ishlarimni hal qilsam bo'ladi yoki bu yoqda qilsam bo'ladi va bitta narsaga ahamiyat beringlar. Mana zaryadkaga qo'yadigan bo'lsak ham mana hamma narsa bor. USB ham bor. O'tadigan joyda ham xuddi shunaqa sharoit qilingan. Mana bu yoqda esa kompliment sifatida mana meva-chevalar. Xush kelibsiz noma Dear Baxtishod Muhiddinovga. Boya qahva ichib tayyorlab, maza qilib ichib oldim. Xullas, zo'r.